Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, eng so'nggi va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi dasturimiz davomida Toshkentda haydovchi narkotik modda ta'sirida yo'l transport hodisasi sodir qildi. Putin Ukraina bilan sulh e'lon qildi. Nahotki urush tugadi? Azizlar, ushbu xabarlarni oxirigacha tomosha qiling va do'stlaringizga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosishni unutmang. Bugun 19-aprel kuni Toshkent shahrining Chilonzor tumanida Lacetti haydovchisi narkotik modda ta'sirida yo'l transport hodisasi sodir qildi. Bu haqda Yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 07:30 da Chilonzor tumanining Tixay va Chorbog' ko'chalari kesishgan chorrahada xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori yo'l transport hodisasini sodir etib, hodisa joyidan yashirinishga uringan davlat raqam belgisisiz harakatlanib ketayotgan Lacetti rusumli transport vositasiga ovoz kuchaytirgichlar yordamida to'xtash ishorasini bergan. Yo'l patrul xodimining so'zlariga ko'ra, avtomobil to'xtatish ishorasiga bo'ysunmagan va ikkita Damas avtomobiliga texnik shikast yetkazgan holda hodisa joyidan qochishga harakat qilgan. Ko'rilgan choralar natijasida transport vositasi to'xtatilib, uning ichida bo'lgan haydovchi va yo'lovchilar tekshirilganda avtomobil ichida noma'lum moddalar, shuningdek, narkotik modda iste'moli uchun ishlatiladigan buyumlar borligi aniqlangan. Haydovchi ham narkotik modda ta'sirida bo'lgan. Hozirda holat yuzasidan haydovchi va bir nafar yo'lovchi protsessual tartibda ushlanib, Jinoyat kodeksining 277-moddasi bezorilik 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlariga kiritilgan. Shuningdek, boshqa yo'lovchilarning harakatlariga ham huquqiy baho berish choralari ko'rilmoqda deyilgan xabarda. Putin Ukraina bilan sulh e'lon qildi. Nahotki urush tugadi? Azizlar, videoni oxirigacha tomosha qiling. Bugun 19-aprel kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Pasxa bayrami munosabati bilan sulh e'lon qildi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati xabar berdi. Kreml saroyida o'tkazilgan uchrashuvda Oliy bosh qo'mondon Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari Valeriy Gerasimovning front chizig'idagi vaziyat haqidagi hisobotini tingladi va Rossiya tomoni 19-aprel soat 18:00 dan 21-aprel soat 00 gacha barcha harbiy harakatlarni to'xtatilishini bildirdi, deyiladi bayonotda. Rossiya barcha jangovar harakatlarni to'xtatadi va Ukraina tomoni ham bu tashabbusga amal qiladi. Putinning ta'kidlashicha, Rossiya armiyasi Ukraina qurolli kuchlari tomonidan mumkin bo'lgan sulh buzilishlariga va boshqa tajovuzkor harakatlarga qarshi javob berishga tayyor bo'ladi. Pasxa sulhiga oid qarorimiz Kiyev rejimining muzokaralarga tayyorligi va bitimlarga rioya qilishiga bo'lgan niyatini, haqiqatda bunday layoqati bor yo'qligini ko'rsatadi, deydi Putin. Davlat rahbari shuningdek bayram arafasida nasroniy harbiylarni Pasxa bayrami bilan tabrikladi, deyilgan xabarda.